Baxtli bo'lish siri nimada? Ko'pchilikning hayotda o'zini baxtli his qilishiga samimiy hissasini qo'shib qo'yayotgan, hammamiz yaxshi ko'rib kuzatayotgan Ahad Xudoyorov va Lisang El-9'lari yonimizda turibdi. To'g'ri, bu boshqalari bilan bir xil ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu bugundan boshlab ichki dunyosi bilan boshqalardan farq qilishini o'zingiz tushunib yetasizlar. Videoni oxirigacha ko'rishingizga ikkita sabab bor. Birinchi o'rinda Ahad Xudoyorovdan qiziqarli savolga qiziqarli javob orqali intervyu qilinadi. Ikkinchi o'rinda bunga berilayotgan mehrni sizlarga har bir jarayonni ko'rsatib boramiz. O'zingizlar oxirigacha ko'rganingizdan keyin baho berishingiz ham oson bo'ladi. Shuning uchun ham hozirdan videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin biz boshlaymiz. Bosdingizmi? Bosing. Ana endi boshladik. Okay, bitch. Цветы закручиваю в резел. Тоннель 24, внимание сезон. В твоих ушах мой музон. Для кого-то любовь, а для кого-то муза. В рукавах спрятанные туза. Спасибо за критику, но это дело вкуса. Неинтересна ваша туса. У многих этих рэперов кругозор узак. Выглядит дорого, это мой фасон. Они меня знают, я не помню ваших имен. Очередные белоручки читают про район. Отвечаю лишь добром, настолько дух силен. Я по делам и не спеша. Salonni qorasi ham boshqacha bo'lar ekan. Menga misol uchun bunisi ham yoqdi. Sizga Lisangga agar olganingizda o'zini eski o'sha apelsinoviy fishkali rangini olarmidingiz yoki mana shunaqa yangi chiqayotgan qora rangidan olarmidingiz? Hozir kommentariyaga yozib qoldiring. Menga misol uchun qiziq, qolganlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Bu joyda hozir muhim jarayon ketyapti. Har bir detalga alohida e'tibor berilishini yaqqol isboti. Misol uchun birinchi o'rinda o'zi Lida o'zini yastig'i bo'ladi. Xuddi o'sha yastig'ini o'rnatayotganda o'zini pistonlari bo'ladi-yu, xuddi shu narsalarga e'tibor berilgan, ya'ni keyinchalik taqilish uchun joy tashab ketilgan maxsus va bu o'zi podgalonik asosan arqon bilan qotiriladi, lekin bu premium versiya bo'lgani uchun va chiroyi umuman chiroyli bo'lib turishiga xalaqit qilmasligi uchun aynan shu joylarni ham alohida ko'rib turganinglardek qo'l mehnatda tikib chiqilyapti. Ahad aka, sizga iloji boricha hech kim bermagan savolni berishga harakat qilaman. Avvalambor uzr so'rayman bu ko'rinishda chiqqanim uchun, chunki yo'lda narigi tarafida mashg'ulotlar o'taymiz. Vaqtim juda kam, o'shaning uchun iloji boricha tushuntirdim. Tezda kirib, tezda chiqib ketamiz deb. Ko'pchilikga, misol uchun o'zimga ham manfaatli bo'ladigan savollarni beraman, qolganlarga manfaatli bo'lishi uchun. Hozirgi paytda ko'pchilik depressiyaga, stressga moyil bo'lib qolgan, ko'p narsadan siqilib qoladi. Shunaqa bolalarga uni yechimini nima deb o'ylaysiz? Maqsadlarini, orzularini slishkim tez keladi deb o'ylaydi. Oynai jahon, internetlardan ko'rib turib, bunga nimaga tez erisha olmayapman degani insonning miyasini chalg'itib qo'yadi har xil informatsiyalar. Bosqichma-bosqich erishib borishini tushunish kerak. Ota-onalar bizdan juda ko'p orzu-havas keltir demaydi. Bosqichma-bosqich erishishimizni so'raydi, faqat kasal bo'lib qolma bo'ldi bolam deydi. Ana o'sha narsa azob beradi. Bosqichma-bosqich sabr bilan yetib kelishini so'rardim. Bosqichlar deganingizda hozirgi paytda o'sha bosqichlarga sabr kamayib qolgan, odamlar tezroq yetib borishini. Albatta, 1 2 3 4 degan matematika bor bu, algoritmi bor. Qanaqa turib birdan 100 ga o'tib qolish mumkin? Buni ilojisi yo'q. Stupenka degan narsa bekorga emas. 1 2 3 4 5 6-stupenkaga chiqish, o'sha narsalarni olib, hayotning yo'li ham xuddi shunaqa. Hech kim yugurib keta olmaydi. Ikkinchi savol, hozir sportdan dopamin olish hamma odamda har xil bo'ladi. Misol uchun kimdir sport bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radi-yu, lekin faqat futbol o'ynaganda mazza qiladi. Boshqa sportlarda misol uchun zalga chiqsa, u tosh ko'targisi kelmaydi. Shunaqa odamga nima desa bo'ladi? Dopaminni tarbiyalash deydimi? Qanaqa fikrdasiz? Albatta, men hammasiga yaxshi qarayman. Kimdir futboldan dopamin olsa, marhamat, faqat yagona iltimosim ehtiyot bo'lishini so'rardim. Futbol shunaqa narsa, bir xillarini tanadagi yuki, vesi kerakli mish-mishli massa bilan qoplanmaganligi sababli juda tez travma oladi. Tizzasi, menisk, oyoqlarning sustavlari, chunki juda tez yuguramiz futbolda. Buni to'xtatish juda qiyin, yugurish oson. Buni to'xtatib qolishdagi har bitta sustavlar o'zini vazifasini bajarish uchun mishsa bilan qoplangan bo'lishi kerak. Endi dopamin hamma har xil olishiga kimdir tez muskulda, kimdir sekin muskulda mazza qiladi. Masalan, kachаться qiladigan odam uni tushunib olsa, negativniy fazalari bor, pozitivniy fazalari bor, o'shalar bilan ajratib oladi. Kimgadir tezlik yoqadi. Hamma har xil mishsasidan dopamin oladi. Muhimi dopamin olish. Cho'tki qilib. Shifokorlar maslahat berishdi, sen futbolni yig'ishtir, sen endi zalga chiqishing kerak deyilsa, o'sha odam misol uchun zaldan umuman dopaminni olishga moyilligi bo'lmasa ham, qanaqadir o'sha to'g'ri yo'nalish bilan ola oladi. Albatta, tez ishlasin. Unga tezlik yoqadi.
tez muskulmi masalan 20 tadan tez quvursin 30 sekunddan olib. O'zi oladi dopamin. Tez quvursin. Marhamat, unga kachatsiya qilish emas. Muhimi dopamin olish muhim bo'lsa, yengil ves uncha-munchaga travma bermaydi. Masalan, biz sekin ko'tarib, sekin olsak, u tez chotki tez o'zi olaveradi. Masalan, ikkita oyoqda biz sekin ko'tarsak, u futbolistmi bitta oyoqda tezroq ko'tarsin yengil. Tasavvur qilib, o'ziga moslashtirib, har qanaqa vaziyatda ham inson o'zini organizmini ritmini olib maza qilish kerak. Dopamin olsa ham, olmasa ham u vaqt insondan o'tgandan keyin qaytib kelmaydi. Afsuslanish kerak emas. Mana shu moment menikimi? Masalan, zalga kelganimda men qaysi moment menga ham yoqmaydi, qiynaydi-yu. Lekin vallohi odam yurishni orzu qilgan odamlar bor-da. Senga Xudo taolo kuch-quvvat berib turibdi. Yani o'shani mukammallashtirgan ahad deyman. Kecha shogirdim ham keldi, uje prosta tak tirikchilikni dastidan yura olmayapti. Zalga olib kirsam, uje zaldagi bironta trenajyor eng nol vesni ham ko'tara olmayapti. Demak, u bola kuchayish protsessidan uje sog'ayish protsessiga moyilligi bor-ku, bizdan kichkinaroq bosqichga qarab ketdi. Sizni tarbiyalab bersin, hatto 1 kiloni ko'taring, kuchaytirib olamiz dedim. Uje o'chgan muskullar. O'sha muskullar o'chib qolmasa bo'ldi. Necha kilo ko'tarish, og'ir ko'tarish, mish-mishli massaga kelsak, bu bizning hayot yo'limizda balkim ko'rkam qilishi mumkin, lekin ildam qila olmaydi. Ildam bizni miyalarimiz aldanmasdan to'g'ri halol harakat qilib, ota-onaning duosini olib, ishni qilishlaringiz bardam, ildam qiladi. Всё. Ya'ni samog'lani ma'muni yaxshi halol topib, to'lka vперед yursak bo'ldi, boshqasi emas. Xohishlarning ustidan kulish kerak emas. Maqsadlarimiz juda bebahoda, arzon narsa bilan baholab bo'lmaydi. Okay, 3-savolga o'tishdan oldin mashinangizga endi boshida obunachilik aytib o'tdik, mehr berganmiz. Vaqtingizdan ko'p olmaylikda. Bitta ko'ramiz mashinangizga qilib berilgan mehrni. Agar yoqsa, keyin o'zingiz fikringizni bildirasiz. Marhamat, ishingizni ko'rsating menga. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. To'g'risini gapiraman, mujiki. Haqiqatda mujik o'zi kiyinsa ham mashinasini kiyintirsa maza qiladi deydi-yu. Tuning degan so'zni mazasini mana endi tushunib ko'rdim. Bitta baho beringlar, buni o'zbek вообще-то O'rta Osiyo iqlimida juda ham issiqmiz. Amcha Afrikadan ham issiq bo'lsa kerak. Kojada o'tirib bo'lmaydi. Bular menga shunaqa g'oya berishdi. Men so'zda tushuntirganimni mana bunaqa san'at asari qilib berganiga maza qildim. Belim terlamasin, Abduf yaxshi ishlab tursin, Abagrev yaxshi ishlab tursin. Bular shunaqa material qildi. Alicantaroni eng yaxshi sortini qo'yib beramiz. Ahad aka maza qilasiz dedi. Ahad aka xuddi o'zingizni xohishingizdek chiqarishga harakat qildik. Birinchi sort Alicantaradan, sifatli kojalardan. Yana bitta detallariga qarab o'zingizdan maza qiladigan joylari bor. Albatta, uni aytib videoni cho'zib o'tirmadik. Hazilomuz gapirganda o'zbek ustalariga shunchaki ko'rsatma ham tushuntir, Xitoydan ham tezroq, sifatliroq chotki qilib yasab beradi deydi-yu. Men o'zi juda jaydari o'sgan bolaman, haddim sig'maganda tuning degan so'zni kuzatishga bu nima buni kayfi. Mana bugun birinchi bosqichlarini ko'rdim. Inshaalloh niyat qilaman keyingi mashinalarda ham mana shunaqa chiroyli qilib berishlarini. Ishlatganingizdan keyin yana komfortini his qilasiz. Buni ashinasini qilib yurgan bolalar biladi, ular уже bir kulib qo'yadi. No, qiziqib turgan bolalar marhamat, обращаться qilishi mumkin. Meni ko'nglim to'q. Rahmat sizlarga shunchalik e'tibor olib, shunchalik sazovor ko'rib, aynan meni shunchalik shu narsaga loyiq ko'rganinglardan juda mamnunman. Bu men uchun baxt. Sizga ham rahmat. Hozir xuddi shunaqa mavzudan uzoqlashmagan holatda 3-savolni beradigan bo'lsam, bemalol odam ani puliga yoki o'zini sharoitiga qaramasdan turib, baribir o'ziga o'zi hadya qilishga qanaqa qaraysiz? Sharoiti zo'r bo'lmasa ham o'ziga o'zi eng zo'r hadya deb nimani maslahat berasiz? Inson o'ziga eng zo'r hadyasi bu xotirjamlik. Baxtni formulasi nima deb so'rasa, men bilmayman deb javob berardim. Chunki uni bilmayman. Buni olimlar ham bila olmaganda. Chunki ular ham даже Steve Jobs ham umrining oxirida baxtni formulasini juda oddiy narsalarga bog'lab ketgan. Quyosh nuri, to'g'ri ovqatlanish, shunchaki yurish. Xotirjamlik bu insonning organizmini izdan chiqazishi himoya qiladigan birinchi tuyg'u. Chunki stress degan so'z qanchalik insonni infarkt, insult qilib qo'yishi, noto'g'ri ovqatlar sindirishi mana shu xotirjamsizlikdan bo'ladi. Xotirjamlik juda ham yaxshi. Baxtni formulasi nimaligini bilmayman, lekin aniq baralla gapira olaman. Baxt kutgan insonga kelmaydi. Unga faqat yurib boriladi. Sizlar ham shunchaki baxtni kutib o'tirsanglar bo'lardi. Yo'q, mana shu hunarni o'rganib, qaysidir aka bilan, qaysidir uka bilan birodar tutinib, biznesni rivojlantirib, barakaga ega bo'lib, Alloh o'zingga tavakkal qildim deb turib, baxtga qarab yurib borishinglar. Men ham ertalabdan kechgacha o'zimni o'z ustimda ishlab yurib borishim, shuni tushunaman. U kelmaydi, chunki kelmaydi u.
u bormi yo'qmi bilmayman bu dunyo. Bu dunyoda bor yo'qligini bilmayman, lekin yurib boraman, umid qilaman bir kun yetib boraman deb. O'zi oxirgi savol baxtli bo'lish siri nimada demoqchi edim. Da o'sha. Chunki taxminan shu savolingizni kutuvdim-da. Chunki hammaga bu qiziq. Menimcha hali ko'pchilik buni tegiga yeta olmagan, hammaga zagadka bo'lgan. Balkim shu momentni o'zi baxtdir. Mana shu momentni o'zi, shu o'tganni o'zi baxtdir. Buni umrni oxirida tahlil qilib o'tib ketgan odam tushunar. Biz tushuna olmayman men misol uchun. Uni ko'pchilik tushuna olmagan ham. Shuning uchun har qanaqa sharoitda hammaga Albatta, yo'qchiligimda to'qchilik baxt deb o'ylardim. To'qchiligimda o'ziga yarasha muammo yetib keldi. Demak, har doim yonma-yon yuribdi-da, negadir baxt men bilan yonma-yon yurmayaptimi yoki butun umr yonma-yon yurganmi? Meni nazarimda sog'lik bo'lsa yetadi deb o'ylayman. Mana shu endi oxirida umumiy savollarga javob berib o'tdingiz. Endi auditoriyalar baribir har xil bo'ladi. Endi bizani auditoriyaga o'zingizni bitta aytib ketadigan oxirgi gapingizmi, aytib qo'ymoqchi bo'lgan gapingiz misol uchun. Ongimizda tasavvur qilgan barakaga, baxtga, xotirjamlikda mana shu o'ylab yig'gan, qalbimizga yiqqan orzu havasimizga mana shu ongimizda yiqqan. Jismimiz bilan yetib boramizda. Oddiy misol, mana shu barakani miyada tasavvur qilgansizlarda jism orqali shuni tikdinglarda. Agar insonning jismida ikkita dona barmog'i ishlamay qolsa, bu narsani o'zi qila olmaydi. O'shaning uchun ongda tasavvur qilganimizda jismimiz bilan his qilishimiz uchun ozgina jismimizga ham e'tibor berib turaylik, mujiki. O'zi shu darajada mehnat qilamiz. Atigi 6 soat divanimizda uxlab, ertalab zavtrikka 20 minut qattiq tabretkada o'tirib chiqib ketamiz xolos. Uyimizdagi atachenta remont, qimmat aboylarga qaramaymiz ham. Tezroq mana shu narsalarni ushlab turay deb turib, o'zimizni juda ham uvol qilib ba'zi bir holatlarda. Men xohlardimki, ozgina erkaklarimiz o'zimizni o'zbek bolalari mashaqqatlarini orasiga o'zim uchun 1 soat mashaqqat chekay deb turib, sport, bodybuilding, fitness emas, jismoniy tarbiya qilib turib, jismini tarbiya qilishini xohlardim. Chunki jism tarbiyadan chiqdi degani, jism insonga bo'ysunmadi degani, barmoq ishlamayapti. Mana shu tarbiyadan chiqib ketmasligini tilab qolardim. Chunki oxirgi manzilda ham do'stimizni kuzatishga baquvvat jism kerak. Chunki yelkada ko'tarib olib o'tib ketamiz, duo qilamiz, keyingi safar borib turamiz. O'shaning uchun jismoniy tarbiya degan so'z bo'lib tursin. Bu mamlakatimizda sizlardagi g'oyali bunaqa qilib berishinglarni kutmagandim to'g'risi. Bunaqa bolalar talantlarni ish qilib Xudo jismini kasal qilib qo'ymasin. Chunki onginglarda уже bu ilm mavjud. Yanada rivojlanib ketinglar. Hamma bolalar baquvvat, go'zal bo'lib, bizni o'zbeklarga savlat to'kib, vataniga xizmat qilish yarashadi. Aytgansiz. Salomat bo'linglar, baxtli bo'linglar. Faqat to'xtab qolmanglar yo'lda ko'rishamiz.